Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana Amarty Proga tashrif buyurdim. Bu yerda o'zimning yaqinlarim, sinfdoshlarim ishlashadi. Sizlardan bemalol mashinalarda hadovoy kamchiliklar, amortizatorlarda nosozliklar bo'lsa bemalol kelib tuzatib ketishinglar mumkin. Mana ichkarida hamma shart-sharoitlar mavjud. Mana shunday qo'ylov yo'lida Amarty Proga murojaat qilasizlar. Mana amortizatorlardan tortib hammasigacha sizlarga to'g'rilab berishadi. İçkariga ham tashrif buyuramiz. Davron Usmonxon ichkariga ham mana nimalar qoldi senda Akmal aka? Ha, nasatga so'rma. O'rtog'im. Mana o'z qo'llari bilan yana men tushunmayman, lekin amortizatormi shunda? Yo'q, amortizator emas, mana saniklarni chiqaradigan nasatka. Aha. Mashinani chiqarib. To'g'adigan. İş kızgın pallada. Kevraslar yana. Amarty Pro. Ha, o'zim mashinani o'sha yerda qildirganman. Hadovoylarimni. Amortizatorlarini mana. Shu nomerlarga qo'ng'iroq qilasizlar. Mana formalaridan menga podarka qilishdi. Sog' bo'lishsin, sinfdoshlarim. Ishlariga omad tilab qolamiz. Sog' bo'linglar.